endi to'g'ri harakatlanamiz. Bu yerlarga kirmaymiz. Chunki bu mashq bajarib bo'ldik. Agar boyagi bir yopiq bo'lganda mana shularga kirsak bo'lardi. Ikkita bor, yana qo'shimcha. Burilamiz yana. To'g'ri yoqamiz. Sekinlik bilan oldinroqqa sayrab. Chunki mana bu yon anaqani bosib qo'yish ehtimoli juda katta. Oldinroq harakat qilib turamiz. Endi chapga burilasiz deyapti. Ogohlantiruvchi. Mana chapga yoqib boramiz. To'xtagan ma'qul, chunki birdan yashil o'ynab qolsa, o'tib ketib qolsangiz qiyin masala. -100 beradi. Shuning undan ko'ra to'xtagan afzalroq. Balaganman. To'liq yashillan uchun kutamiz. Yashillan ana endi harakat qiladi. Sekin chapga qarab turamiz. Mana shu joylarda avarinka birdan avarinka holat bo'lib qolishi mumkin. Ehtiyot bo'lib boramiz. Qanday holatda avarinkani yoqishni bilmayman. Mana shu yerdan boshlanadi. Qaysi bir qismiga avarinkani qo'shib